To'g'ri. 2 million 800 ming 8 dan so'm. bir joyga. Tanlab olsa 2,5 million so'mga qo'y bor. Qo'y bor, har turidan bor, ha? Qo'chqor. Qo'chqor. Kanalga obuna bo'ling, like tugmachasini bosing hamda hammasi degan tugmachasini bosib qo'ying. Biz chiqarayotgan videolar sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari Ozodbek o'z kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani shaharda doimgidek o'ptumchilar, arzonchilar yig'ilgan qishloq. Saroy qishlog'ida sizlar uchun Xudo xolisa qo'chqorlarni yaxshilaridan, sifatlilaridan olib kelib, xalqimizga arzon tarqatayotgan. Bugun ham sizlar uchun bo'ladi maxsus video. Puli bo'shashga akalar Xudo xolisa arzon narxda qo'yib beraman dedilar. Kanalimizning mezboni Iskandar akamiz oldiga keldi. Aka, keling Ozodbek, keldingizmi aka? Rahmat. Siz obunachilar, assalomu alaykum. Xudo xolisa qo'ylarni yaxshi arzonni olib kelib qo'ydik Ozodbek. Gap yo'q. Xudo xolisa yo'lida bo'ladi, hamma yo'q. Chiroyli qilib qo'ylarni bir boshqatdan ko'rsatib, obunachilarimizga nima qilib bering, pulini ham o'ta yengil qilamiz. Arzon qilamiz. Xudo xolisa arzon qilamiz. Gap yo'q. 2,5 million so'mdan uka. Ha. 2,5 million so'mga qo'y bor. Qo'y bor, har turidan bor, ha? Qo'chqor. Gap yo'q. Demak, videomizni oxirigacha kuzatib olinglar akalar. Sizlar uchun 2,5 millionlik ham qo'chqor demoqchiman. Sovlig'i ko'p, sovlig'i ko'p. 2,5 millionlik qo'chqor. 2,5 millionga ham qo'chqor bor. Joningiz omon bo'lsin. Demak, birinchi partiyamizga nechta chiqdi aka bular? Bular 10 dona aka. 10 dona. 10 bosh, 9 ta qo'chqor, 1 dona sovliq. 1 dona sovlig'i bor. Sovlig'i o'zi bilan. Sovlig'i ham mana buni qaranglar. mayda sovliq emas uka. Mana ko'ring. Sovliqda ham juda chiroylisi ekan. Badamoshi ham niq ekan, ha? O'ta chiroyli narsa bu qarang. Gap yo'q. Mana akalar, haqiqatan sovliqni ishqibozlariga tarqatib qo'yilgani mana shu bitta sovliq bor ekan. Aka, sovliqni ishqibozi bo'lib bitta sovliqni sotaverasiz desa ham sotaveramiz, aka. Sotaveramiz uka, 1 donami farqi yo'q. Bitta qo'chqor bitta sovliq qilib bering desa ham sotaveramiz. Gap yo'q. Mana shu qo'chqor akalar sovliqqa, mana shu sovliqqa mana shu qo'chqorlardan bittasini qo'shib, mana kelinki yo'q olib ketsangiz ham akalar Xudo xolisa sotilaveradi. Qizig'i yo'q. Buni aka yosh oyliklari qanaqaga beryapsiz? 4 oy 5 oylik uka. 4-5 oylikka beraveramiz. 4-5 oylikka beraveramiz. Gap yo'q. 4-5 oylikka Xudo xolisa yosh oyliklar ketaveradi. Bo'ylari necha ekan aka buniki? Bo'ylar 65 dan 70 ga to'g'ri uka. 70 gacha chiqaveradi. Xudo xolisa to'qliga yaqinlashib qolgan barra qo'zini eng kattalari ekan. Yem, hashak, yeb ichar dahshat. Zo'r. Umuman muammo yo'q. Garantiyasi umuman 1 hafta garantiyasi. Mashallah. Yemasa ichmasa o'zimizga tan. Ana shunda. Akalar 1 haftaga demak xonadoningizga borgandan keyin sinab olaverasiz. Yemoq, ichmoq, sog'lik, salomatliklarga akalar garantiya sinovlari mavjud. Bemalol telefon qilasiz, Xudo xolisa yetkazib berishini qayergacha qilib beradilar? Toshkentga to'g'ri. Besplatno, ha? Toshkentga to'g'ri. Bu dastlabga yetkazdirib berish uka umuman muammosi yo'q. Gap yo'q. Uzoq joydan olgan odam, labzi bor odam bo'lsa, muammo qilmaydigan odam bo'lsa, Lipojaga dastlabga bor. Gap. O'zingiz bilasiz, Lipojaga yetkazdirib berishdan umuman o'ylashmasin. Ana shunday. Prosta pulini kelishamiz. Yetkazib borib beraveramiz. Lagar haligi tashab berishadi, zagalar tashab berishadi. Yetkazdirib beraveramiz. Qayga bo'lsa. Qayga bo'lsa ham yetkazdirib berilaveradi. Akalar holatini ko'rib turibsiz. Bo'ybaslari yaxshi, ozib ketgan murrush-surruy emas. Qonlari chiqib, mana yemoq-chimoqlarga garantiyasini ham berishyapti akalar. Nima qo'chqorni ko'rsating, nima bo'ladi? Mashallah. Qo'chqorlar zo'r. Endi misol tayyor. Enasini qonidan tushgan ham 2,5 million so'm. To'g'ri aytyapsiz. To'g'risi gapda. Real o'zi obunachilarning ko'zi ochiq, hamma ko'ryapti. Bular shunday bo'ladi, yemni berishaveradi bunga, yemga tashlashaveradi. Prosta yemni oldiga yarim kilo to'kib qo'yishmaydi. Chegarasi bor bular. Chegarasi bilan 200 grammdan 2 mahal yuradi. Gap. Yuradi, to'kmaydi shunda. Inshaalloh. Aka, bularda narx-navosini qancha qo'yamiz? Hammasini bir joyga olsa kelishtirib berasiz. Kelishtiramiz uka. Qancha qilib berasiz? 3,5 million so'mdan ketaveradi. 9 ta qo'chqor, bitta sovliq. Yo'q, kami bor. 3,5 va kamerali qilmoq endi. Zo'r bo'ladi. Keling, qo'lda ushlamasam menga qarang. Bir joyga olsin 3 million 400 ming so'mdan. Ketaveradi. 3 million 400 ming 400 ming so'mdan ketaveradi. Xayri sunnati bo'ladi. Xayrisi ham bor, telefon qilsa o'tib beraman uka. Xayrisi ham bor, sunnati ham bor. Bor. Xayrisi ham bor, sunnati ham bor. Gap. Dona bo'yigacha aka. Dona bo'yiga kelishamiz uka. Manancha demaymiz. Plus minusi bor. Minusi ham bor, plusi ham bor. Minusini ham qilib berasiz, plusini ham qilib beramiz. Gap yo'q. Akalar bitta ikkita tanlab olishiga. Menga qarang, mana hop, siz so'ramasangiz o'zim bir gap aytayim. 3 million 300 ming so'm olasiz. Bo'lar ekan aka. Endi boshqa so'ramaysiz, lekin tanlab olishsa, plusi bor uka. Plusi bo'ladi. Ana shunday. Qadrli obunachilar, 3 million 300 mingga tushdi mana 3,5 ming qo'zilar Xudo xolasa.
Bugun haqiqatan ham narxlar 200 ming, 300 ming xotirjam arzon bo'lyapti. O'zingiz kommentariyada yozib qo'ying. Xudo xolasa sizga arzon joydan chiqarishda davom etaveramiz. Qo'zilarni ko'rib turibsiz. Hammasi dangillagan yo'q, qo'zi. xudo xolasa. Qo'zini ko'ring. Mana Qo'zini qo'chqormi? Sen qo'chqorman aka. Tik dumba holatda, raketa dumbani mashina. Badallari ham yaxshi, xudo xolasa. Ye joningiz. Bular kun sayin o'sadi uka, hali qo'zi 4 oylik. Rosa bo'lsa 4 oy 5 oylik qo'zilar. Mana qo'zida garbonozni qarang, holatdan chiqib kelishdi. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, bemalol telefon qilaverasiz. Demak, nima ma'lumotlari qolib ketgan bo'lsa, akamiz o'zlari chiroyli holatda yetkazib, chiroyli holatda xonadoningizga olib borib ma'lumotlarni beriladi. Video syomkamizda to'la yorita olmayotgan bo'lsa, akalar video syomkalar asosida ko'rsatib, kerak bo'lsa qulog'igacha bo'y bastlarni o'lchab berishaveradi Ha, akalar. o'lchab alik beraveramiz. Gap yo'q. Aloqaga chiqasiz, keyingi partiyalarimizga biz sekin navbatda beraveramiz. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar sizlarga tavsiya qilinadigan keyingi partiyamizga mana navbatni ham berib oldik. Bularni ham ma'lumotini akamiz o'zlaridan eshitib boraveramiz. Xudo xolasa pul arzonlaridan Naval joyidan so'ragan aka-ukalarimizga mana sizlarga Optimiga xudo xolasa arzon bo'ladi, dona bo'yiga vaqti narxlarni yorvoradiganlari keldi. Aka, nechta chiqdi bular? 16 bosh bu uka. 16 bosh. Xudo xolasa qo'chqor sovliq a? Qo'chqor sovliq bular ham. 7 dona qo'chqor uka. Aha. 9 dona sovliq. Ash ko'k kraskadagilar qo'chqor. Ha, belida ko'k kraskasi. Qizil kraskadagilar sovliq. Gap yo'q. Xudo xolasa ko'k qizilga ajratib qo'yishgan. Qizillari sovliq. O'zini nima desa bo'ladi? Qizil baribir qizlarga qo'yiladi deb to'g'ri aytilgan ekanda. Mana shular sovliqda ko'ring. Buni qaranglar. Ammo yiriklari ekan. Badani ham zo'r narsa-da. Buni xotirjam akalar mana sovliqlarda necha oylikka beramiz? Ular 3 oylik uka, 3 oy 4 oylik atrofida. 3 oy 4 oylik atrofidagi qo'zilar. Demak, hop bir avgust sentyabrlarga borib qo'chqorga qo'shsa bo'laveradi. Bo'laveradi, xotirjam. Xotirjam, ha. Xudo xolasa 9 ta sovliq dedingizmi aka? 9 ta sovliq, 7 dona qo'chqor. Demak, 9 ta sovliqlari ham agar sentyabrga borib qo'shishadigan bo'lsa, keyingi yil shu paytga aka, xudo xolasa 18 ta yoki 22 ta bo'lib ketish ehtimoli katta. Albatta, egizak bo'lsa, ajoyib emas. Bulardan ko'payadi bular. Gap yo'q. Dastavkasi Toshkentgacha, Dastavka Toshkentgadir. besplatni qilib yetkazib berasiz. Besplatni yetib boradi uka. Buni aka qo'chqorni ham, sovlig'ini ham alohida qilib ham sotaveramizmi? Uka, qo'chqor deysa, qo'chqor, sovliq deysa, sovliq boradi. Sovliq boradi. Qanaqasini? Ikkalasini aralashtir deysa, aralashtirsa 4 ta undan, 4 ta bundan deysa, 2 ta undan, 2 ta bundan deysa ham farqi yo'q bizga. Chiqaraveramiz. Bularda aka endi yetkazib berish Toshkentgacha dedik, necha puldan olib borib beramiz aka? Bular uka 3 milliondan ketaveradi. 3 million so'm. 3 million so'mdan ketaveradi. Bir joyga. Bir joyga. Kami ham bo'ladi. Bo'ladi-da uka kami. Bizda bo'ladi kami. Bor kami bizda. Keling, bor kamini ham ko'raylik. 100 ming so'mdan yana o'tib qo'yaman uka. Obunachilarimga 2 million 900 ming so'mdan obunachilaringizga o'tdim. Endi menga ham. Yo'q, endi bo'ldi. Mana qo'l dushab turgan men. So'rashmaydi Ozodbek. Hop, so'rashmaydi endi. Xayri sunnatiga o'zingiz o'tib berasiz, so'rashmasa ham. Hop, 50 ming so'mdan o'tib beraman. 50 mingdan bo'lmaydi. 28,5 dan endi yetib boradi bir joyga. Obunachilarimga 100 ming, menga 50 ming o'tasizmi aka? Hop, to'ppa-to'g'ri qilib qo'yamiz. Joningiz omon. 2 million 800 ming so'mdan bir joyga ketaveradi. 2 million 800 ming dan bir joyga. Tanlab olsa, ha, bir dona 2 donaga to'g'risi 2 million 900 ming so'm. Ha. Biz optimal olsa bizga ham de dastavkasini qoplaveradi. Qo'chqorni o'zini olsa-chi? Qo'chqorni o'zini olsa 2 million 800 ming so'mdan u ham ketaveradi. Ketaveradi. Sovlig'ini o'zini olsa u ham ketaveradi. Sovlig'i kerak bo'lsa yirik. Yirik. To'g'ri. Unaqa mayda sovliq emas. Qo'chqorlardan ko'ra, ammo gavda boshi ham yirik bo'lib turibdi, to'g'ri. Ketaveradi. 2 million 800 ming so'mdan ketaveradi. Ketaveradi. Optimal olsa ham, qo'chqorni olsa ham, sovlig'ini olsa ham. Xayri sunnatiga o'tasiz. Menga qarang, Ozodbek. Mana buni 2 million 800 ming so'mdan qo'yildi aka. Hammasini olgan odamga sovliq qo'chqor, ponni yig'ishtirib ketaman degan odamga o'tib beraman chiroyli qilib. Ko'p so'rashmaydi, o'tadigan joyi bor. O'zingiz chiroyli qiladigan qilib. Bitta 2 donaga lekin kelishgan holatda boraveradi. Gap yo'q. Insoflar baraka. To'g'ri aytasiz. O'taman, o'tmayman emas, faqat ortiqcha o'tadigan joyi yo'q lekin. Misol YouTube'da buni 3,5 million qo'yib turib, misol keyin dangal o'tib beramiz, keyin o'tish kerak-da bundan. Hozir bo'ladigan narxni qo'yib qo'yib, yana hozir
200 milyon so'rashsa bizga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri. Buni qo'zlarga biz misol hech jonda 500 ming so'm qo'ya olmaymiz. Bu O'g'il boricha gapda misol o'zi insofdan bilishadi, chiqib ketadi. o'zi bilishadi, obro'si ko'zi 500 ming qo'yib bo'lmaydi. To'g'ri. To'g'risi. Bitta qo'yg'i suyug'i to'g'risiga 150 ming so'mdan foyda qiladi. Ana. Endi uning ichida buni yem hashagi bor uka, boshqasi bor. Yo'l kira Insof sarvaraga o'taman, o'tmayman, chiroyli qilib o'tib beraman. Hammasi bir joyga bo'lsa. Ana shunday. Tanlab olsa kelishaveramiz uka. Joningiz omon. Bitta ikkitaga 2 million 900 ming so'mdan qo'chqar sog'liq tanlab olishaveradi. Bitta ikkitaga. Bitta ikkitaga tanlab olishaveradi. Optimiga o'sha aytganingizdek 2 million 800 ming. Xayri ham bor. Bor. Ana shunday. Gap yo'q. Akalar, telefon qilaverasiz, ishingiz bitaveradi. Demak, qadrli obunachilarimiz, biz video syomkalarimizni mana shu joyda yakunlasak ham bo'laveradi. Sizlar bilan keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilib, like tugmachasini bosib, obuna bo'lmay kuzatayotgan ko'kalarimiz obuna bo'lishni unutmanglar akalar. O'zlaringiz ehtiyot qiling.